Mana 25 kilovatlik avtomat gorelkali kotyolimizni ham o'rnatib oldik. Bir qop ko'mir soldik. Qirg'iziston belolma ko'miri semichka. Kotyolimizni yonishi. Retortli gorelka o'zi aylanib, o'zini o'zi tozalaydi. Yonishlari zo'r. Gradusimizni 80 ga qo'ydik. Mana 74 ga chiqqan. Sistemani samoxod qilingan. Samoxod o'z aylanishini ko'rib olamiz deyilyapti. Hali nasosni ulaganimiz yo'q, sirkulyatsion nasosni. Mana hozir ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Xonalarni. Mana shu xonadonga 6 ta xonaga montaj qilingan. Bitta kirish koridori topli pol, qolgan joyi radiator bo'lgan, samoxod sistema bo'lgan. Mana xonalar panelli radiatorda har xil razmerdagi 40-50 lik razmerdagi radiatorlardan foydalanilgan. Mana turbalari devorning ichiga o'yib tiqib ketilgan. Отделкада bu ustidan bekilib ketadi, turbalari ko'rinmaydi. Ustalarimiz ishiga bir baho berasizlar. Mana bu yerda ikkita radiator. Narigi xonalarda ham. Mana bu tomoniga ulangan yo'q, bu tomonda katta zal bor, keyin orqasida hammom, tualet bor. U tomoniga hali ulangan yo'q. Kelajakda u tomonga ham topli polmi yoki radiatormi qo'shib ulab olsa bo'laveradi. Mana bu yerda hammom bo'ladi, to'siladi. Bu yerda alyuminiy qovurg'ali radiator qo'yilgan. Endi hammomlarga shunaqa radiator qo'yilsa, bu yerda namgarchilik yuqori bo'ladi. Unaqa temir panelli radiatorlar zanglab qolishi mumkin. Shuning uchun qovurg'ali radiatordan foydalanilgan. Mana bu xonada ham bitta radiator va qo'llarni kuydiryapti issiqligi. Ustalar ishlayapti, patolog qilyapti bu yerda. Mana bu xonamizda ham ikkita radiator qo'yilgan. 1 metrga 40 santimetrli radiatordan qo'yilgan. Mana turbalar devorning ichiga tiqib ketilgan. Xudo xolasa zo'r, kotyolimiz yaxshi qizdiryapti. Kimga mana shunaqangi kotyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Avtomat kotyollar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etsalaring, bundanda qiziqarli, bundanda foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana uyimizning umumiy ko'rinishi. Yer darvozaxona. Tomoni mana ikkita kirishi bor.